Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Timur. Bugun men sizlarga Pocket Option Tradingda $25 razgon qilib ko'rsatib beraman. Bunaqa ko'p razgon qilmaymiz, bir $200, $300 dan oshirsak yetadi balansimizda. Har doimgidek mana o'zimni strategiyam bo'yicha, o'zimning razgon strategiyam bo'yicha ishlaymiz. Bu joyda bitta ochgan edim, bitim foyda yopildi, balansimiz $48 bo'ldi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tsanglar, xudo xohlasa, darslik videolar tayyorlanyapti. Tez orada Telegramga chiqadi do'stlar. Bitta pastga oshlaymiz, pastni olib berish kerak narximiz va juda ham zo'r yopib berdi, yaxshi. Nima deyotganim, sizlar Telegramga o'tib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xudo xohlasa, tez orada darsliklarimiz chiqadi. Narximizni kuzatsak, AUDCF hali uncha yaxshi vaziyat yo'q, ushbu switcha yopildi. Endi mana bu switchamizni kuzatamiz. $80 qilsak balansimizni, aytganimdek bugun unaqa ko'p qilmaymiz. Anchadan beri men sizlarga video chiqarolmay turgan edim. Sababi o'zim ham unaqa ko'p savdo qilganim yo'q. Shu sabab video chiqarolmadim. Endi xudo xohlasa sekin-sekin chiqarib turishga harakat qilaman. Tak, narxni kuzatsak, narx ancha g'alati harakat qilyapti. Gaplar bilan bitta devorga ushlaymiz, euro berish kerak va juda ham zo'r euro berdi. Lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham narx g'alati, chunki men bitta ko'rib turganinglardek qizil switchdan keyin katta gap bilan ochildi bu yashil switchamiz. Balansimiz 163 o'tdi, 150 qilib turamiz. Sababi o'sha to'liq risk qilmaymiz. Bu switchda hech qanday vaziyat qolmadi. Unaqa ideal vaziyatlar chiqmayapti. Bu yo'llarda ham ko'ringlardek ancha soyalar bilan ko'p harakat qilgan narximiz. Endi ushbu switchamizni kuzatamiz. Tak, bu yerda shoshilish kerak emas. Chunki ketib qolish ehtimollari ham ko'p bo'lib turibdi. Ideal emas. Chunki o'sha kech kiryapti, kechga yaqinlashgan sari narx shunaqa harakat qilishni boshlaydi. Sizlarga yangilarga maslahatim, ertalab obedda ishlasanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bitta devorga ushlaymiz. Devorni olib beradi. Juda ham zo'r devorni olib berdi. Balansimiz $301 bo'ldi. $500 qilsak ancha yaxshi bo'ladi. Shu yerda kuzatadigan bo'lsak, narximizni realniy valyutalar bizda ishlamaydi bugun. Shu sabab haqiqiy forex valyutalarda ishlolmaymiz. O'zim uncha stabil savdo qilganim yo'q. Shu bir $10, $20, $50 pulda qilib, razgon qilib, pul kerak bo'lganda razgon qilib, shunaqa qilib ishlayapman. Endi sekin stabilni ham boshlaymiz. $200 qilsak, zarazi $300 qo'yolmaymiz. Kuzatamiz, ideal holati yo'q hozir. Bitta bosib ishlaymiz. Ketib qoldi devorga, sal ketib qolyapti. Va juda ham zo'r euro berdi. Bitta emas. Foyda deyapti. Balansimiz $485 bo'ldi. Bir necha daqiqada o'zingizlarning ko'zingizlarda oldida $25 $485 ga, почти $500 ga olib chiqdik do'stlar. Endi bu ish qanaqa osonlik bilan bo'lib qolmaydi. Sizlarga oson tuyulishi mumkin, lekin buni orqasida ancha bilim, mehnat turibdi, o'qib turibdi. Sizlar ham o'rgansanglar, harakat qilsanglar, eng muhimi o'qitinglar bo'lsa, xatolar orqasidan o'rganib shu nafa holatiga kelsanglar bo'ladi. Bu yerda bitim ochmaymiz, balansimiz o'zi $185 ga olib chiqdik. Bu yerda bitimlarimizni tarixini ko'rsatsam sizlarga. Bitimlar tarifi $25 dan boshlab 45, 80, 150, 200 ga bitim ochdik. Jami hisobda 5 ta bitimda foydada yopib $25 da $500 ga olib chiqdik. Bor yo'g'i 5 ta bitim foyda va $25 da $500 qildik. Ana endi profilga bosib, tak, finans bo'limidan Vivat sredstvaga o'tamiz. Tak, bu yerda USDT ga yechamiz. BEP20, ne bizga BEP20 emas, biz TRS20 ga
yechimiz summamiz 485 edi. 450 yechamiz, sababi balansda baribir pul qolishi kerak. Xo'p, bu yerda USDT TRS20 adresimizni qo'ysak, Binance'dan oldik. USDT TRS20 adresimizni bu joyga qo'yamiz. Kod Google, endi kod Google'da olishimiz kerak. Kod Google'ni ham oldik. Kod Google'da bu joyga yozsak, bu yerda tushamiz, продолжitni bosamiz va bo'ldi. Mana biz pulimizni yechishga yubordik. Endi o'rtacha bir akkauntim Google bo'lganligi uchun yarim soatlarda ko'rib chiqib, pulim Binance'ga kelib tushadi. Keyingi video, keyingi darsliklarda ko'rishguncha barchalarga xayr.